Aslida men sizga santeyman. Mana hozir kanalizatsiya kiyimini taqadik. Bunaqasi olib ketyapman. Mana balki o'sha turbani tashlab ketyapman. Qorong'i tushib qolyapti, o'shani shashilyapman. Mana qilib ko'lab olib kirib ketyapman mana. Aytib bo'lib. Bu оборот nima qilaman? 45 gradus qo'yaman, bunaqasiga ketyapman. Bunaqasiga turbani tagidan o'tdik. Mana qilib mana monitor sentralni bo'ladi, lyuk. Menga qarab ham yuraman. O'shani nima qilyapman? Men shu yerga santeyman. Mana 50 metrcha kanalizatsiya shakar qishloq. Xudo xolasa shakar qishloqda ish qilyapmiz. Mana hozir yigitlar ko'myapti. Turbani o'tga chopib kelib to'xtatib qo'yib, mana hozir mayog'i qilyapman, chunki qorong'i tushib qolishi mumkin, yo'lni to'sib qo'yishim mumkinman. O'shaning uchun azizlar mana shunaqa qilib ish qilyapmiz mana. Mana hozir yana bir marta aytyapman, shu yerga santeyni hammalarga salom. Santeynilar hammalarni to'plab qo'yavermasdan, mana shunaqa ish ham qilinglar santeyniga. Yo'qolib ketayotgan azizlar qilib, mana qilib tushiradigan odamlar hammasi santeynilar to'plab o'tib ketibdi. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik.